Assalomu alaykum, hurmatli obunachilarim. Bugungi mavzuyimiz e, demak sog'lom yog'lar to'g'risida bo'ladi. Ya'ni kundalik iste'mol qilishimizda zarur bo'lgan yog'lar haqida bo'ladi. Bugungi eshittirishimiz hammalarga mazmunli bo'lsin, oilaga sog'lom ovqatlanishga demak hissa qo'shsak, biz bundan juda ham xursand bo'lamiz. Xo'p, bugungi mavzuyimiz yog'lar to'g'risida bo'ladi. Avvalgi eshittirishimizda o'sha trans yog'lar va o'sha pista yog'ini zararlari to'g'risida video eshittirish qilgan edik va unda juda ham ko'p odamlar aytdi qanaqa yog' iste'mol qilib deb. Eng ko'p ko'rilgan videolar qatoridan joy olibdi shu videomiz. Xo'p, men sizlarga bemalol ayta olaman, mana biz ana shu demak o'zimiz ancha vaqtdan beri paxta yog'ini iste'mol qilyapmiz. Biz bolaligimizda paxta yog' kasal qiladi, yeyish kerak emas, tomirda tromb paydo qiladi, yurakni ishdan chiqaradi, o'pkani chiritadi, erkaklarni bepush qiladi, ayollarni bepush qilib qoladi degan gaplarni gapirib, bozor dastalaridan butunlay paxta yog'i kamayib ketdi va faqat o'sha demak haligi bizga chetdan kirayotgan pista yog'lari ko'payib ketdi. Keyin analiz qilib ko'radigan bo'lsak, bozorda turibdi. Demak, o'sha pista yog'i 1 litrligi 16 ming 18 ming so'm turibdi. 1 litr pista yog' deylik. Bir hovuch do'kondan pista olaman degan bo'lsangiz 25 ming so'm chiqadi, 30 ming so'm chiqadi masalan. Savol tug'iladi. 200 gram misol uchun pista 20 ming so'm bo'ladigan bo'lsa deylik. 1 litr yog'ga deylik 200 gramdan 1 litr yog' olinmaydi-yu. Maksimum 200 gramdan chiqsa 20 gram yoki 30 gram yog' chiqishi mumkin deylik. Uni yana ishlab chiqarish bor, tok ketadi, ishchi kuchi va hokazo. U qimmat bo'lishi kerak. Naborot, u juda ham arzon. Hozir do'konlarda 16 ming so'm, 20 ming so'm, 25 ming so'mdan pista yog'lari sotilyapti. Va uni tarkibida demak o'sha neftdan olinadigan haligi bir moddasi bor, deksan degan, o'sha juda ham visokotoksichniy kanserogen modda. Oshqozon osti bezini, jigari sirroz qiladi, onkologiya qiladigan juda ham yomon zararli modda. Shuning uchun butun hozir ijtimoiy tarmoqlarda pista yog'ini iste'mol qilmaslik to'g'risida eshittirishlar juda ham ko'p. Uni o'rniga aytyapti, dumba yog'ini iste'mol qil yoki sariyog' iste'mol qil yoki zaytun yog'ini iste'mol qilyapti. Bizani o'zbeklar bilamiz, hammamiz bolaligimizdan hamma ovqatlar demak o'sha omoqda yog' deyiladi yoki paxta yog' yoki mana shu demak qo'y yog'ida ovqat qilgan. Mana esimni tanimanki, shuni yeganman. Hech bir joyim kasal bo'lmagan, bir og'rimaganman, bir yomon bir narsa bo'lmaganda masalan. Hozir men sizlarga shulardan bir ma'lumot bermoqchiman. Bizda juda ham og'ir kasallar keladi, oshqozoni kasal, yurak kasal, boshi kasal. Tasavvur qiling, siz har kuni mana bu qozonga o'sha haligan yog' solyapsiz, yo zaharli yog'ni solyapsiz. Shuni bolangizga yediryapsiz, navaringizga beryapsiz, o'zingiz ichyapsiz. Haligi aytmoqchi bo'lgan ximikat yog' to'g'risida gap ketyapti endi. Tasavvur qiling, siz har kuni yillar davomida o'zingizni oshqozoningizga shunaqa rak chaqiradigan zaharli narsani qo'yib, bolalaringizga o'zingizga ham beryapsiz. Nima bo'ladi bu natijasida? Kasaldan boshingiz chiqmayapti. O'sha aytaylik magazinda sotilayotgan arzon semichka yog'lar, pista yog'lar bizdan shunaqa kasal qilib qo'yapti. Boshimiz anaqadan chiqmayapti. Ya'ni haliga anaqa banisadan deylik. Endi men sizlarni oilalarga xudo xohlasa bir sog'lom demak turmush tarzi deganda sog'lom ovqatlanish, bir har kuni sizga zahar emas, haligi shifo bo'ladigan bir yog' to'g'risida aytmoqchiman. Mana bu qo'limdagi yog'. Men buni brendini olib tashladim, chunki menga rahbariyati ruxsat bergani yo'q hali, shuning uchun olib tashladim. Xo'p, bu yog' eng premium, hattoki zavodda rahbari menga video olib tashlab berdi. 0.1% ximikat solinmaydi, sovuq rejimda siqimda olinadigan yog' bu. Mana shu yog', hattoki buni olasiz, qizdirib ham o'tirmaysiz. Shunday solasiz, ovqat tayyorlaysiz. Bu demak o'sha o'zimizning O'zbekistonda o'sgan chigitdan olingan paxta yog'. U paxta ham eng past sort emas, eng oliy navidan zavodda o'z zakaz beradi, shu bo'yicha tanlanadi. Buni yaltirashini qarang siz. Qarang qanaqa top-toza yog', buni qarang. Mana paxta yog'dan shunaqa bo'ladi. Qarang, rangi ham tiniq, xuddi tilla rangiga o'xshab toblanyapti. Tagida qarang. Вообще zo'r. Bu shunaqangi yog'ki, hamma narsasi tabiiy. Menga zavod aytdiki, biz kafolatlaymiz, oke, biz bu narsani umuman ximikat qo'shilmaydi dedi. Gap yo'qdim, keyin biz o'z ancha paytdan paxta yoshib o'tirdik, lekin buni ta'mi, buni sifati, buni anaqasi juda ham boshqachada. Shuni ovqat qilganingizda shunaqangi ta'mi zo'r chiqadi. Ovqatingiz ham shirin bo'lib,
qorningiz to'ymaydi. Siz eslang, bolalik paytingizda mana shu demak paxta yog'i ovqat qilardingiz, qorningiz to'q turardi. Keyin bilasizmi, mana shu demak paxta yog'ini iste'mol qilgan odamlarning bo'g'imi og'rimagan, suyaklari og'rimagan, tirnoqlari to'kilmagan, yuragi infarkt bo'lmagan, insult bo'lib og'rimagan, soch to'kilmagan, bolalari ham baquvvat bo'lib tug'ilgan, har tomonlama sog'lom bo'lganda, iligi baquvvat bo'lganda masalan. Zo'r bo'lgan. Nimaga? Mana shu demak paxta yog'idan. Chunki bizani o'zbek xalqi eskidan mana shu demak paxta yog'ini iste'mol qilgan. Endi bir narsani aytadigan bo'lsam, demak paxta yog'i o'zi nimalarga davo? Paxta yog'i o'simlik yog'i mansubi, demak o'simlik yog' tarkibiga kiradi bu. Ya'ni o'simlik, ya'ni paxtadan olinadigan yog'. Juda ham foydali xususiyatlari juda ham ko'p do'stlar buni. Birinchisi vitamin E, ya'ni tabiiy vitamin E tarkibida bor. Bu demak o'sha eng kuchli antioksidant bo'ladi bu. Demak o'sha organizm uchun kerakli bo'lgan tokoferol degan modda bu vitamin E va hujayrani erkin radikallardan himoya qiladi. Erkin radikal degani o'sha rak paydo qiladigan, sirroz paydo qiladigan, bepshin chaqiradigan, psoriaz chaqiradigan любой kasallikdan himoya qiladi vitamin E va insonni terisini, qon tomiri uchun juda ham foydali. Keyingisi omega 6. Kim yoshligida pochkalab aptekadan deylik omega 6 ni yoki omega 3 ni olib ichgan. Tabiiyki hech kim ichmagan unaqa narsani. Biz ham mana o'qishlarni bitirib keyin bildi omega 6 ni foydaliligi. Mana sizlarga har kuni ovqatingizga omega 6 so'rasiz, tasavvur qiling. Chunki o'zimizning O'zbekistonning brendi juda ham kattakon narsa. O'zimizning O'zbekistonning shu demak paxta yog'i shunaqangi sifatliki, tayyor qizdirilgan bo'ladi. Shunday solasiz, omega 6 si bor. Ya'ni paxta yog'ining tarkibi omega 6 ga juda ham boy bo'ladi. Shuning uchun bu omega 6 degani yurak qon tomir faoliyati uchun, uning hujayralari uchun va hujayrani yangilanishi uchun, yana hujayrani yangi paydo bo'lishi uchun juda ham kattakon yordam beradi. Va demak shu tarkibida aytaylik, o'sha demak to'ymagan yog' moddalari juda ham ko'p bo'ladi. Bu o'z navbatida deylik, energiya almashinuviga juda ham yaxshi foyda beradi va undan tashqari ubixinon degan moddasi bor. Demak shu qovun degan paxta yog'ining tarkibida juda ham ko'p bo'ladi. Bu hujayraga kislorod kirishini yaxshilab beradi va o'z navbatida ya'ni antioksidant ta'sir bo'lib hujayraning yangilanishini va sog'lom to'qimalar paydo bo'lishini, ya'ni hujayralar paydo bo'lishini ta'minlab beradi. Va paxta yog'ida xolesterin paydo qiladigan elementlar juda ham kam bo'lganligi uchun inson sog'lig'iga paxta yog'i juda ham foydali hisoblanadi. Men bu ma'lumotlarni Jahon Sog'liqni saqlash vazirligidan va O'zbekistondagi o'sha oziq-ovqat bazasidan olib aytyapman va o'zim ham juda ham ko'p ma'lumot manbalarga suyanib, o'zim praktikamdan ham kelib chiqib turib aytyapman sizlarga. Paxta yog'i umuman ziyon emas. Shuning uchun jigar sirroz, gepatiti bor, undan tashqari oshqozoni yara, sahri bor, qon tomir trombor bo'lganini sizlar bilasizki, demak shu magazindan sotayotgan arzon pista yog'i ichi to'la zaharni siz ovqatga solib, mana qilib qo'yib har kuni iste'mol qilasiz va bu o'z navbatida nima qilyapti? Sizni kasal qilib, battar rasvoyingizni chiqaradi. O'shaning uchun o'zimizni eng o'sha demak jaydaricha aytganda paxta yog'ini iste'mol qilish kerak. Hech qanaqa sizni kasal ham qilmaydi, boshqa ham qilmaydi. Siz buni o'zingiz o'ylang, bolaligingizda kasal bo'larmidingiz tez? Tabiiyki yo'q. Bolalar ham soppa-sog' tug'ilgan. Hatto mana shu demak paxtada bolalarning polniy badanini yog'lashgan, massaj qilishgan, qizdirib qo'yib, ana suvga solinardi. Mana shunaqa qilib paxta yog'ida juda ham bolalarni massaj qilib chotki qilishgan. Erkaklarning quvvati baquvvat bo'lgan. Hech kim farzandi yo'q, ana jinsiy quvvatsiz nima narsalar umuman bo'lmagan. Nimaga? Paxta yog' yeyishgan. Shuning uchun sizlarga tavsiyam cho'chimasdan mana shunaqa paxta yog'ini iste'mol qilib, bozor rastalariga borganingizda eng yaxshisini, kraska solinmaganini, garantiyasi borligini bergan desangiz, любой sizga mana shuni ko'rsatadi. Endi xudo xohlasa buni bizga zavod ruxsat bersa, buni chotki qilib sizlarga olib ko'rsatib beraman. Chunki menga hali muallif, ya'ni ishlab chiqaruvchi bir tayinli gap gapirmagani uchun men shunday bo'lsa ham paxta yog'ining foydali xususiyatlari to'g'risida aytib o'tdim. Avval safar bizda paxta yog'i foydali deganimizda hamma qaysi brendligini olaylik, okey ayting, hamma telefon qilib so'radi. Juda ham ko'p odamlar
Hattoki menga miraz aytdiki, aka shuni nomini ayting, qaysi paxta yog'ini ishlatsin bular, yani holi jonimga qo'ymayapti deganda, olaversin bozordan deb aytdim. Lekin o'zim shu brendni ishlatgandan keyin va menga buni rahbari promoy translyatsiya qilib qo'ygandan keyin, ko'rsatgandan keyin tan berdim, o'ziga uveren bo'lib aytyapti va undan tashqari o'sha ijtimoiy tarmoqlarga ham hattoki ishlab chiqarilishini ham qo'ygan. Ana endi sizlarga mana bu demak qo'y yog'i to'g'risida ma'lumot berib o'tamiz. Hop, mana bu demak qora qo'chqori dumbasi. Hayitda hamma qo'y so'ydi. Biz shundoq anaqa qilsak, ana sizlarga olib ko'rsatamiz. Shifo bo'lsin. Bugungi eshittirishimiz hammanglarga. Yosh, demak, baquvvat bitta o'sha demak qora qo'chqori dumbasi bu. O'zi demak qo'chqori kim va qo'y kim farqi yo'q, dumba bo'lsa bo'ldi. Dumba hop demak qo'yda nima vazifani bajaradi? Bu energiya manbai bo'lib, qo'y och qolganda yoki ozuqa zaxirasi kamaygan payt mana shu yog'lar erib qo'yga nima beradi? Ozuqa beradi. Tarkibida qo'y yog'ida juda ham foydali elementlar juda ham ko'p. Asosan bo'g'in og'riqlari uchun, teri kasalliklarida, ichak kasalliklarida juda ham demak qo'y yog'i maqtanilgan va Yelena Malishevani sog'lom hayot degan ko'rsatuvi bor. O'sha ko'rsatuvda rus olimlari qo'y yog'ida xolesterin yo'qligi va juda ham organizm uchun foydaliligi, insonni to'qimalarini yoshartirish xususiyati borligini ilmiy tarzda asoslab keltirib berishgan. Xo'p, demak qo'y dumba yog'ida energiya manbai juda ham ko'p bo'lganligi uchun hujayra membranalari uchun, hujayra uchun juda ham foydalidir. Shu qatori do'stlar, yurak demak qon tomir tizimi uchun juda ham nihoyatda foydali bo'lib, omega demak tarkibida juda ham ko'p. Va undan tashqari yog'da eriydigan vitaminlar E, K, D, A vitaminlari juda ham yaxshi va qo'y yog'i erkaklarda testosteronni ko'taradi, urug' sifatini yaxshilab beradi, baquvvat qiladi, suyak iliklarni juda ham pishiq qiladi, odamda demak quvvatni oshiradi, kasalliklarga qarshi chidamlilikni oshirib beradi va o'pkani ishlashini, jigar o'tqoq faoliyatiga misli ko'rilmagan darajada foydalidir. Xo'p, 100 gram demak mana shu demak qo'y yog'ida do'stlar, demak 900 demak kaloriya mavjud. Ya'ni 100 gramida taxminan shuncha kaloriya mavjud. Va demak qo'y yog'ida o'sha testosteronga juda ham foydali demak paydo qiladi, ya'ni testosteron paydo qiladi. Va sovuq joyda ishlaydiganlarga qo'y yog'i qizdirish xususiyati bor, ya'ni juda ham ko'p energiya beradi va immunitetni qo'llab-quvvatlashda vitamin A bilan E demak tabiiy demak manbai bor. Demak, bu demak qo'y dumbasi teri kasalligi, shamollash, bo'g'in kasalliklari, artroz, grija va boshqa bo'g'in kasalliklarida juda ham foydali. Xo'p, keyin yog' jigar o't qopi uchun juda ham foydali bo'lganligi uchun demak safroni tez ajralishini, safroni yaxshi hazm bo'lishini demak yordam beradi. Keyin agar yog'larni juda ham ko'p miqdordan oshiq iste'mol qilish, kunlik norma bizga 30 gram yog' iste'mol qilishimiz kerak. 30 gram, 40-50 gram atrofida bo'lsa, undan ham yaxshi. O'rtachasi shu yoshga qarab, endi jismga qarab, holatga qarab turib 30 gramdan 50 gramgacha iste'mol qilinadi. Misol uchun deylik, karotinoda demak bir osh qoshiqda 124 demak kaloriya mavjud bo'lsa, buni 100 gramida deylik, 900 kaloriya juda ham to'yimli bo'lgan yog'ga kiradi va qo'y yog'i do'stlar, takrorlab o'taman, hech qanaqangi tomirda tromb yoki xolesterin paydo qilmaydi. Faqat normani bilib iste'mol qilsin. Paxta yog'ida ham xuddi shunaqa xususiyat bor ekan, dumbada ham xuddi shunaqa xususiyat bor ekan. Endi odamlar nima qilgan? Biz yoshlik paytimizda mana bizani ko'rib turgan akalarimiz, opalarimiz, otaxon aholilar qo'y yog'i bilan paxta yog'ini omoqda qilishgan va men sizlarga hozir shuni qanaqa tayyorlanishini ko'rsatib beraman. Hop, hurmatli obunachilar, e'tibor qaratadiganimiz, demak, dumbani kesayotganda juda ham qalin va juda ham yupqa qilib kesib yormaymiz va mana shunaqangi to'rtburchak kotletchalar qilamiz. Nimaga deydigan bo'lsa, buning ichidagi hamma yog'ni biz siqib olishimiz kerak va eng ahamiyat beradiganimiz, dumba eritib olish uchun birinchi gaz sal balandroq bo'ladi. Undan keyin mana bu dumbani solgandan keyin pasaytiramiz. Sabab bu qanchalik issiq bo'lsa, mana bu dumbani tarkibidagi hamma vitaminlar o'ladi.
keyin o'zi demak paxta yog'ini qizdirish kerak. Agarda bu demak dog'lanmagan bo'lsa, qizdirilmagan bo'lsa, odamni otravniya qilib qo'yishi mumkin. Bu aniq otravniya qilishi, lekin bu tozalangan, polniy o'sha tekshiruvdan o'tgan, bizni qizdirmasdan ham ishlatyapmiz. Ish bo'la qilayotgani yo'q, chunki o'zi firmani bizga ko'rsatdi, oke buni qizdirish ham shart emas dedi, boshqa qilish ham shart emas dedi. O'zi bizni tayyor qizdirib solib qo'yganmiz dedi. Hali dog'langan dedi, hidi olingan dedi. Biz hozir nimani boshqa idishga solamiz. Demak 1:1 nisbatda ishlatasizlar. Demak 1 litr paxta yog' bo'ladigan bo'lsa, 1 litr demak qo'y yog'ini 1:1 nisbatda ishlatib qo'yiladi. Yoki kimdir demak qo'y yog'i yoqmaydigan bo'lsa 1 litr mana bu demak yog' olinsa 700 gram yoki yarim litr demak qo'y yog'i qo'shib ishlatilinadi. Biz ham kuzatishda davom etdik. Hozir yana sizlarga ko'rsataman. Mana ko'rishingiz mumkin. Past olovda yaravyapti. Ko'rasizmi? Pishib ketgani yo'q. Albatta tegini juda ham past qo'yib birinchi qizdirib oldim qozonni, keyin pasaytirdim. Endi demak qo'y yog'ini yana bir havoga ozroq shuni ajratib olasizlar. Ichiga ozroq yod, keyin o'sha demak komfortni spirt yoki komfortni yog'larni qo'shtirib mix qilib qo'ysanglar, bo'g'im og'rig'i, keyin bolalar tez tegini qo'llab qo'yadi kech payt. Unga ham juda ham foydali yoki sarimsoq qo'shtirib qilsa ham juda ham foydali qizdiradi. O'sha bo'g'imlarni, qo'g'larni juda ham pishiq qiladi. Yo'q usullarini ham qilsa bo'ladi. Mana hozir juda ham chiroyli bo'lib eryapti. Ko'rib turganingizdek, bu demak erigandan keyin soviydi. Sovigandan keyin demak o'sha idishlarga solib qo'yamiz. Keyin bitta iltimos bo'ladi. Yog'larni mana bunaqangi plastmassa idishda saqlamanglar. Bu vaqtinchalik. Uyga olib kelgandan keyin yo shisha idishga yoki o'sha o'zimiz bularda ko'rganda yog' soladigan idish bo'ladi. O'shanga solib qo'yganlar yaxshi. Sababi bunday plastmassadagi zahar yog'ga chiqib ketishi mumkin. O'shaning uchun qo'llamagan ma'qul. Lekin bu o'zi pishvoy bo'ladi, o'zi plastmassalar. Lekin shunda ham baribir toksini bor, zahari bor, kerak emas. Qaranglar, mana chiroyli bo'lib eryapti mana. Mana shu to'liq erigandan keyin yog'larni sizib olamiz. Hidlari ham o'zgacha. Shifo bo'lsa mana bugungi eshittirishimiz. Endi so'rashinglar mumkin, salatlar qilsak, qanaqa yog' ishlataylik deb, salatlar qiladigan bo'lsanglar, zaytun yog'i qo'llang yoki mana bizda karotino degan yog' bor, o'shani solsanglar bo'ladi. Buni ham qo'llash mumkin, lekin xomligida men hech paxta yog'ini ishlatib ko'rmaganman, shuning uchun ma'lumotim yo'q. Lekin ba'zi bir odamlar ichadigan odamlar ham bor ekan, shuni ham qiziqib ko'rdim. Lekin eng yaxshisi karotino, ya'ni qizil yog' yoki deb o'sha demak zaytun yog'ini ekstra virginni, sovuq azimligini, ya'ni qizdirilmaganini olsanglar maqsadga muvofiq bo'ladi. Mana bu mashina bu eriydi. Erigandan keyin buni yog'ini silqitib, idishlarga solib, demak o'sha 1:1 nisbatda nima qilamiz? Demak taqsimlab solib qo'yamiz. Hozir qanaqa rang chiqqani hozir ko'rsataman. Ko'rasizlar o'zingizlar. Hech qachon esingizdan chiqmasin. Qanchalik olov baland bo'lsa, dumbani tarkibidagi hamma vitaminni o'ldirasizlar. Shuning uchun past olovda shoshmasdan eritib, keyin anaqaga solib qo'yinglar. O'sha paxta yog'ini aralashtirib qo'yinglar. Bu baland bo'lsa vitamini o'ladi, kuchi ketadi. Yana bir sizlarga eslatish bo'ladi. Agar men bu dumbani jizza qilib, qoraytirib, kuydirib, boshqa qiladigan bo'lsanglar, yog'ni sifati pasayib ketadi. Shuning uchun juda ham qizartirib, qoraytirib olmanglar. O'shanda juda ham shifobaxsh xususiyati buni ortadi. Qo'rosam tegi past olovda o'zi qanchasi eridi, takrorlayman, umuman balon qilganim yo'q. Mana shunaqangi ko'rinishda bo'lishi kerak. Gazni tegi shoshmasdan sekin vaqt ajratib eritinglar. Agar kuydirib olsanglar, takrorlayman, vitaminli xususiyat qolmaydi buni. Mana o'zi sekin sarg'ayib, ko'rasizlarmi? Qizarishga o'tyapti mana hozir. Bu omoqda yog'ni quyuqqa ham, suyuqqa ham, любой kasal bo'lgan odam bemalol cho'chimasdan yetib bo'ladi. Endi kimlargadir doktor yog'ni kamroq yegan bo'lsa, ozroq soling. Kimga zapret qo'ymagan bo'lsa, bemalol iste'mol qilishi mumkin. Shuning uchun yog' va yog' mahsulotlari bizga kunlik ratsionimiz uchun, organizm sog'lom bo'lishi uchun eng zaruriy bo'lgan oziq-ovqat mahsulotlariga kiradi do'stlar. Mana bu rost mana chestni ish bo'lyapti-da. Mana bu yerda 1 kilo dumbadan 1 litr atrofida yog' chiqyapti. Mana rost mana yog'. Endi tasavvur qiling. 1 litr yog', hali pista yog'i 16 ming so'm turibdi-da. Lekin 1 kilo pistadan deylik 1 litr yog' ololmaysiz-da. Mana shunaqa.
O'zi misol do'konga kirib bitta paket do'stlar bilan pista chaqaman deb oling. Qancha pista olasiz? 15 ming shu atrofda bo'ladi. Bir 200 grammgacha chiqadi. Mana shu ko'p miqdorda bo'ladi. Undan hech qancha yog' chiqmaydi masalan. Puliga ham to'g'ri kelmayapti, hisob kitobda. Shuning uchun arzon yo'llarning tarkibida ximikat bo'lishi bu demak tayin gap. Bu meni gapim emas. Hozir butun jahon ijtimoiy tarmoqlarida pista yog'i juda ham toksikligi aytib o'tilyapti. Hattoki mana yaqinda ham o'zimizning O'zbekistondagi shu vrachlar ham chiqib shu yog'lar to'g'risida ham qilishdi va bizni YouTube'ga qo'ygan trans yog'lar, zararli yog'lar to'g'risida olgan videomiz eng ko'p prosmotr olgan video bo'ldi. Qolganini tayyorlab qo'ydim. Yana bor dumba. Hozir yana bundan yana taxminan shundan yana ko'proq bo'lgan yog' chiqadi. Shu hozirda qanchaga qancha qo'shisham videoda ko'rsatib beraman sizlarga. Mana deyarli tayyor bo'lib qoldi. 1-2 minutda tursa o'zi suzib olamiz. Mana bunaqa bankaga o'lchab, shunga nisbat qilib paxta yog' solinadi. Xo'p, yana so'rash mumkin, yana nima qo'shish mumkin buni ichiga? Xo'p, demak, zig'ir yog'i, bodom, ya'ni shirin bodom yog'i, zaytun yog'i, mana shunaqa qilib kunjut yog'larini qo'shib, mix qilib ishlatsa ham bo'ladi. Juda ham shifobaxshligini ham ortadi. Bir xil oshpazlar bor, 7 xil, 10 xillab yog'larni qorishtirib osh damlaydi, juda ham shirin chiqadi. Xuddi shunaqa qilib uyga ham ishlatishga qilib qo'ysa bo'ladi. Endi eng ro'zg'orbop va eng foydalisi mana shu demak qo'y yog'i bilan paxta yog'ini aralashtirganligi bizning eski zamonlardan beri qilinib kelinadi. Hozir yana shuni qilish kerak. Chunki men juda ko'p odamlarga aytaman, sog'lom yashash uchun 100 yil ortga qaytish kerak. O'shanda demak bizlar ko'p xatoni to'g'rilab olishimiz mumkin bo'ladi. Mana ko'rasizlar, o'zining tillaranga kirdi. Bo'ldi, endi shu bilan to'xtaydi. Endi suzish bosqichiga o'tamiz. Hozir mana ozgincha quyib oldim. Deylik 250 gram. Menga shuncha quyiladi ichida yog'. Mana bu paxta yog'ini quyamiz. Shu bilan omoqcha shifobaxsh yog'imiz tayyor bo'ladi. Hammaga shifo bo'lsin do'stlar.